Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyali o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. On 9. Ay to'ldi alikka tilning fazilatlarini, so'zning foydasini aytdi. Alik bir kuni ay to'ldini chaqirdi. O'rin berdi va o'ltir deb emladi. Ay to'ldi adab bilan asta o'ltirdi. Ko'zini yerga tikib gap so'z qilmadi. Alikning ay to'ldiga savoli. Alik dedi: Ay to'ldi, so'zingni so'zla. Nimishqa shuktursan? Nim bo'ldi? Ay to'ldining Alikka javobi. Ay to'ldi dedi: Ey bagla begi, qul o'z begining yuzini ko'sa, aqlini yo'qotadi. Alik buyurmasdan qandoq so'zlay, so'ramasdan avval qandoq o'tinay. Bilimlikning so'zini angla, bo'yin to'lg'ima. So'ramasdan burun so'zingni so'zlama. Kim birini lozim tepib xolab chaqirsa, u o'zi oldi bilan so'z boshlaydi. So'ramasdan avval so'z so'zlaganni hayvon desa to'g'ri aytgan bo'ladi. Yana bilginki, bir narsa so'ramagan baglarga so'z ochqanlar tal va ahmoqdir. Qizil til umringni qisqartadi. Esenlik tilasang, uni qattiq bağla. Özünü tutqan, özünü besip, esen aman yaşagan kişi nime deydi? Anla. Qarabaşning yig'isi qizil tildir. U netçileken başlarını yegen, yanımı yaydı. Beşingning amallıqını tilasan, tilingga ihtiyat bol. Tiling her kuni beşingga xavf yetkazadi. Alikning ay to'ldiga javobi. Alik aytdi: So'zingni tugal tushandim. Tirik kishining so'zlamasligi hargiz mumkin emas. Bilginki, ikki turli kishi bo'ladi. Uning biri bilimsiz, biri kekashdir. Kekashning tili tutilgan, u so'zlayolmaydi. Bilimsizlarning tili so'zni saqlayolmaydi. Bilimsizning tili doim bog'liqda bo'lishi lozim. Bilimli kishi tiliga hokim bo'lishi kerak. Bilimlikning so'zi go'yo yerga suvdekdir. Suv oqqan yerdan ne'mat unudir. Bilimli kishining so'zi tugamaydi. Eqib turgan suzuk buloqning suyi o'ksimaydi. Olimlar chimliq sozliqqa o'xshash bo'ladi. Qayaga oyoq bassa, shu yerdan suv chiqib turadi. Bilimsizning ko'ngli qumdek bo'ladi. Daryo kirsimi to'lmaydi. O't cho'p unmaydi. Ay to'ldining Alikka javobi. Ay to'ldi yana shundoq dedi. Alik o'qidi: Agar tilning ziyni tegsa, tiriklik tugaydi. Inson tirikkan qandoq so'zlamasin? Kishi kerakli so'zni so'zlaydi, yoshirmaydi. Kishi so'zlashi uchun avval so'rash kerak. So'ramasa so'zni chin saqlash lozim. Ey Alik, agar yaxshi bilsang, so'ramoqlik erkakdir. Uning javobi bo'lsa, tishiga o'xshashdir. Ayolning bir erkak eri bo'ladi. Tug'ilsa, uningdan 2 o'g'il tug'iladi. Alikning ay to'ldiga savoli. Alik dedi: Tushundim. Barcha so'zing haq. Yana boshqa bir so'raydigan so'zim bor. Tilning ziynini so'zladim. Buni angladim. Uning foydasi bormi? To'g'risini aytib ber. Agar tilning ziynidan qo'rqsang, barcha foydali so'zlaring aytilmay qoladi. Ay to'ldining Alikka javobi. Ay to'ldi aytdi:
Agar bu til so'zlashni bilsa, so'zning foydasi nihoyat ko'p. Behuda so'z bilimsizning tilidan chiqadi. Donolar bilimsiz kishini hayvon ataydi. Behuda, hojatsiz so'zlarni so'zlash avomning qiliqidir. Qora boshni yeganmi behuda so'zdir. Söz o'rinsiz so'zlansa, ko'p ziyon keltiradi. Agar so'zni joyida so'zlashni bilsa, foydasi bo'ladi. Bilginki, avomning qorni to'ysa, o'kizdek yotadi. Behuda so'zga ovunib o'zini samirtidi. Yeb, to'yib yotganlar hayvondir. Bu hayvon deganim uning qiliqiga qaratilgan. Bilimli kishilar vujudini upurtidi. Bilim bilan shodlanib, jinini yashnatadi. Vujudning nesivasi bo'g'izdan kiradi. Ruhning nesivasi bo'lgan chin so'z quloqdan kiradi. Qara. Bilimning belgisi ikki narsadir. Bu ikki narsa bilan kishining yuzi yo'riq bo'ladi. Buning biri til, yana biri bo'g'izdir. Bu ikkisini boshqara olsa, daryodek foydasi tegadi. Bilimlik, bo'g'iz va tilga hokim bo'lishi lozim. Bo'g'iz bilan tilni ko'zatgan bilimliklar bakka ehtiyojlidir. Alining oy to'ldig'i savoli. Alik aytdi, so'zlaringni uqdim, ayon bo'ldi. So'zning asosi nima va so'z qancha turlik bo'ladi? So'z nerdan chiqadi va nega boradi? Ey bilimdan, buni menga aytib ber. Qanchalik so'zlash va qanchalik so'zlamaslik to'g'risida aqlliq va bilimlik dono nima deydi? Oytoldining alikki javobi. Oytoldi dedi. So'zning o'rni sirdir. So'z soni 10 bo'lsa, so'zlanadiğini 1 bo'lishi kerak. Birini so'zlab 9'uni tiyig'uluq. Chunki tiyiladigan so'z asli badbo'y bo'ladi. Alining oytoldig'i savoli. Ali yana dedi. So'zning foydasi qanchalik va ziyni qanchalik? Menga ochiq aytib ber. Oytoldining alikki javobi. Oytoldi dedi. So'zning foydasi ulug'dir. So'z joyida qo'llanilsa, qo'lni yuksaltiradi. Bilginki, so'zning foydasi tufaylidan bo'z yerdagi kishi yeshil ko'kka o'rlaydi, to'rdi bo'ladi. Agar til joyida so'zlashni bilmasa, yeshil ko'kdagi kishini yerga tushiradi. Alining oytoldig'i savoli. Yana aytdi. So'zning qanchiligi ko'p va qanchiligi oz bo'ladi? Menga ochiq aytib ber. Oytoldining alikki javobi. Oytoldi dedi. Ko'p so'z degan shuki, so'ramaganni so'zlab ko'ngilga tegish. Oz so'z so'ralganga berilgan javob. So'zga yarasha qaytarilgan so'zdir. Tilni so'z bilan bezab, uning yuzini ochgan shoir buningga taqlid qilib mundoq degan. So'zni obdan o'ylanib yaxshi so'zligin. So'ragandila so'zla va tez tugat. So'zni ko'p angla, lekin nurg'un so'zlama. Bilim bilan so'z tuz, farosat bilan so'zla. Alining oytoldig'i savoli. Ali aytdi. Bu so'zlarni tushundim. Yana bir savolim bor, yoshirmay aytdi. Chin so'zni kimdan anglash kerak? So'zni kimga aytish kerak? Buni aytib ber. Oytoldining alikki javobi. Oytoldi dedi. So'zni donodan anglab, keyin bilimsizga aytish kerak. Kerakli so'zni ulug'lardan anglash lozim. Ondan kichiklarga aytish kerakki, ular o'zini tutib olsin. So'zni ko'p anglag'uluq, bira-bira so'zligilik. Bilimlik dono menga shundoq degan. Ko'p so'zlash bilan kishi olim bo'lanmaydi. Olim ko'p anglab, to'rning beshiga erishadi. İnsan kekech bo'lsa-mu bilim ola oladi. Ammo g'as bo'lsa, bilimga qo'li yetmaydi. Alining oytoldig'i savoli. Ali yana aytdi. Bu so'z tushunishlik bo'ldi. Yana bir savolim bor. Uningga javob ber. Tilni shuk tutish kerakmi yoki so'zlashmi?
Sözni açqan yaxşımı yoki yoshirishmi? Aytoldining Aligga javobi. Aytoldi dedi. Alig anglasunki, til bilan so'zlanmasa, bilim shu pit qiliveradi. Tilni so'kishkili bo'lmaydi. Maqtiladigan yerlarimi ko'p. So'zningmi maqtiladigan va so'kiladigan taraflari bor. Sansızlığın canlıq mavcudatның hammasi Tanrı'nın birligiga til bilan guvohlik beradi. Tanrı tuman minglarcha xaloyiqni yaratdi. Ular Tanrı'ni faqat tili bilan maqtaydi. Vujudi boriki kishi uchun kerak narsa biri til bilan so'z, yana biri ko'ngil. Ko'ngil va tilni to'g'ri so'z uchun yaratgan. So'zi agri bo'lganlar o't ko'yishga majburlanadi. To'g'ri so'zni so'zlasa foydasi ko'pdir. Agar agri so'zlasa doim so'kishga uchraydi. To'g'ri so'zlamoqchi bo'lsang, tiling tavrisin. So'zing agri bo'lsa, undaq so'zni yoshirgin. So'zlamagan odamni kishilar kekash deyishadi. Ko'p so'zlasa, nomi valoq takkurlarning beshi bo'ladi. Kishilarning qadrsizi valoq takkurlardir. Kishilarning qadrliki sehi kishidir. Bu so'zlarni anglab, Alig shodlandi. Ko'zlarini ko'kka tikib, qo'lini ko'tardi. Xudoga shukr qilib, ko'p madhiya o'qidi. Dedi: "Ey egam, mehribon ham azizsan. Sendan menga ko'p yaxshilik keldi. Men sening itoatsiz gunohkor qulingman. Tilikimni berding. Barcha orzularimga yetkizding. Rohat, mol dunyo, davlat va ko'p yaxshiliklar ato qilding. Buning shukrini qandoqmi o'talayman? Oliy janob, buning shukrisini o'zingni ado etgaysan." Ali so'zini tugatdi. Xaznisini ochdi. Kambag'allar haqqi uchun nurg'un mol tarqatdi. Ali bu Oytoldini qadrladi. Qo'li bilan ehson bersa, tili bilan maqtadi. Uningga vazirlik unvon berib, tamg'a tutqizdi. To'q dumboq bilan savutni berdi. Butun mamlakatda uning qo'lini uzun qildi. Dushmanlar bo'yin egib, u yerdan yo'qoldi. Oytoldi butun ishlarni boshqardi. Erishgan zamonidan g'urur bilan shodlandi. Xalqi beyidi, mamlakat tartibga tushdi. Xalqi Alig uchun duo qildi. Xalq nijot topdi. Jafo mushaqqatdan qutuldi. Qo'zi bilan bo'ra billi yuradigan bo'ldi. Eli ro'naq topdi, qonun tuzildi. Aligning davlati kundan kunga ziyoda bo'ldi. Bir qancha muddat ana shundoq baxtda o'tdi. Xalqning va mamlakatning ishi butunlay tuzaldi. Mamlakatda yangi shahar, kentlar ko'paydi. Aligning xaznasi oltin kumush bilan to'ldi. Ali dili shodlanib huzurlandi. Nomi va shuhrati dunyoga yayildi. Yigirminci, baxtning o'tkinchiligi va davlatning turoqsizligi aytiladi. Oytoldi orzu tilaklariga to'liq erishdi. O'tkinchi baxt qerib, orqa yo'likini yiqitdi. Yana bu haqda bilimlik dono yaxshi aytgan. Ne'mat tugal bo'lsa, kishi nesivisiga erishalamdi. Aql teg'i buningdanmi yaxshiroq so'zlab, ne'mat tugal bo'lganda ömürmü tugaydi deydi. Bilimlikning bu so'zi bakmi yaxshi aytilgan.
Bilimlikning so'zi bilimsizga ko'zdir. Töven tushgan ko'tariladi. Ko'tarilgan mo töven tushidi. Yo'rig'an o'chidi, mangan to'xtaydi. Har qanday ish o'z kamolatini kutadi. Kamolatga yetgandan keyin yana tövanga yonadi. Oy to'ldi, tilikiga tugal erishdi. Tiriklikni tugatdi, mol mulki qoldi. To'lg'an ayi yana kichiklashga boshladi. Nurliq yozi qahraton qishga yondi. Bir-biriga mos mizojlar o'zaro zidlashdi. Biri kuchayib, uchini besib tushdi. Mizoji aynidi, tamoqi tetiqsiz bo'ldi. Ruhi eg'irlashdi, kesal uni qattiq tutdi. Mizojlari buzildi. Kuchi kemaydi. Tolchiviqdek tuz qomati töven pukildi. Egri kesal kelib, uni tutdi va yerga yiqitdi. Mungluq ingrab to'shakka kirib yotdi. Teviplar to'plandi, tomirini tutdi. Buning nima kesal ekanligini aytib berishdi. Ba'zilar endi uni qon tutibdi, qon tomirini echib qon eqitish kerak deyishdi. Ba'zilar surga ishkuzish kerak, ichi qetibdi, uni bo'shtish kerak deyishdi. Ba'zilar julab qo'shib so'g'oqlik qildi. Ba'zisi keraklik shirni sharbat hozirlab berdi. Hech davo to'g'ri qolmadi, hammani qildi. Nima ravo bo'lsa shuni berdi. Foyda qilmadi. Kesili kundan kunga ig'irlashdi. Kun siri kuchi xo'ridi, aqli ojizladi. Taqvodor kishi nima deydi? Angla. Taqvodor kishi kishilarning sarxilidir. Mayli mumya qat, mayli tiryoq ishlat, mayli matridos bilan churni so'qib ba, mayli tevib chaqir yoki qom keltir, o'limga yuzlanguchiga hargiz davo foyda bermaydi. Ey tirik yurguchi, g'ofil bo'lma. Tirik ekansan, oxiri senmi o'lasan. Ali oy to'ldining ahvolidan xabar topdi. O'limning xabarchisi kesal uningga qo'l uzatgan edi. Ali oy to'ldining holini so'rab keldi. Ali kelib uni yotgan ahvolda ko'rdi. Alining oy to'ldig'i savoli. Ali so'radi. Hozir ko'ngling qandoq? Nima kesal bu? Uyqung qandoq? Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi dedi. Ey davlatman Ali. Meni shundoq bir kesal tutdiki, uning davosi yo'q. Eyim to'lin edi. To'lunliqi kemaydi. Tabiitim alohida edi. Endi bu esillik ketdi. Tuqqan kunim shodlik bilan chiqatdi. Endi kunim petish oldida turadi, tunlarim yo'rimaydi. Shodlik g'ururim bo'lgan tiriklik o'zini ib qochdi. Turaqsiz dunyo mendin yuzini o'ridi. Shodlik, orzu, ne'matlar orqamda qelyotdi. Qayg'u, alam, mushaqqat menga qarab kelyotdi. Mana bugun men sendan ayrilaman. Pushaymon va alam bilan ingrab ketayotaman. Xalqni boshlig'uvchi kishilarning eng yaxshisi dono albegi nima deydi? Angla. Bu davlat kelib o'z maylicha yugurab yana ketib qolmasa, qanchalik yaxshi bo'lar edi. O'lim tutmasa, kishi doim salomat yursa, bu baglik ishi nima degan obdan ish bo'lar edi. Agar kishi qiyramasdan yashasa edi, yigitlik kunlar qanchalik go'zal bo'lgan bo'lar edi. Alining oy to'ldig'i javobi. Ali aytdi. Oy to'ldi. Bu so'zlarni qo'yg'in. Ey tuz ko'ngil, bundaq so'zlarni so'zlamagan. Hamma kishi kasal bo'ladi, ham yaxshi bo'ladi. Ey qudratlik. Bu kasal yolg'iz sang'ili kelgan emas. Nemishqa tilingdan xunuk gaplar chiqadi? Nemishqa o'zingcha ko'nglingni buzasan?
Men senin bilan avunup yuratdim. Buningga e'tiroz bildirayotgandek so'zlaring boshqacha bo'layotdi. Xudoyim yaxshi qilg'ay. Bundaq so'zlarni qilma. Ko'nglimga o'tliq tugun sanma. Oytoldining alayki javobi. Oytoldi etdi. Ey baxtlik Ali, bu kasalning davosi yo'q, dori izdima. Kimki tug'ilgan ekan, o'lishimi kerak. Nimiki ko'tarilgan bo'lsa, tushishi kerak. Ko'tarilishning tushishi bor. Egizlikning tövini, xushalliqning qayg'usi bor. Ochiqning tatligi. Yana sana mijazim turoqsiz, o'zim o'zgarichan deb bu so'zimni aytgan edim. Bu mening qiliqimni sana tushundirganim edi. Aslida menga ko'ngil bog'lamasligim kerak edi. Men ketaman. Buningga sen shubhilanmagin. Tug'ilgan o'lmaydi desa chimpitmagin. Ishonchsiz deb endi meni so'kma. Dunyoga ishonma. Umi seni tashlab ketadi. Jafo qildi deb sen meni ayblama. Bu dunyo sana mendinmi bakrak jafo qilguchidir. G'ofil bo'lma. Mendan keyin senmi o'lasan. Bu dunyoga ishonma. Chimpitib go'l bo'lma. Xizmat ko'rsatmagan cheg'imdala meni qadrlagan eding. Ey Ali. Qani, sana qanchalik xizmat ko'rsata oldim. Mening o'lmikim tilak orzuyim emas. Kelib ketmikim bugunli bo'layotgan ish emas. Men erksiz holatda qiynalib o'lib ketyapman. Chunki tiriklik tilab qutulg'idek yerim yo'q. Yo'q edim, Xudo meni yaratdi, yetishtirdi. Kichik o'g'lon edim, u meni cho'ng qildi. Sedam yuzlik edim, soqol chiqadi. Qora quzg'undek edim, oqqudek chal qildi. Qaddim o'qdek edi, qaddim egildi. Tiriklikim tugidi, vaqt soatim to'shdi. Bilimi kang dona nayt yaxshi aytgan edi. Ey xushchiroy, buni sen angla. Qaysi bosh oqqu qiyofatiga kirsa, u kishi ko'nglini oqqudek oq qilsin. Kimning tuz toldek qaddi pukilgan bo'lsa, u ko'nglini tuzlasin, vaqti keldi. Qora chach soqol oqargan bo'lsa, pistirmida turgan o'limga to'liq hozirlanishi kerak. Buningga taqlid qilib shoir bu so'zni aytdi. Ey yaxshi inson, buni sen anglag'in. Qora chashning oqarg'ini o'limning elchisidir. U tirik kishiga hayotni azizlashtiradi. Ko'p ne'matlarni yeding, hayot lazzatini tetiding. Ko'p bexastalik qilma, endi senimi o'lim yeydi. Aligning oy to'ldig'i javobi. Alik aytdi. Ey oy to'ldi, oldirma, sabr qil. Kasallik keyin gunohlaring uchun badal bo'ladi. Kesel bo'lganlarning hammasi o'ladigan bo'lsa, dunyoda rizq yeydigan kishilar qolmagan bo'lar edi. Xudo seni bu kasaldan yaxshi qilg'ay. Ruhingni tushirma, xotirjam tinch yot. Ali so'z boshlab duo qildi. Qo'lini ko'tarib Allohdan shifolik tiladi. Xofiliq va alam bilan u yerdan chiqdi. Ko'ngli mayus holda sarayga kirdi. Kambag'allarga ko'p mol dunyo ulashtirdi. Uningga foydasi bo'larmikin deb o'yladi. Agar kumush o'limdan saqlab qololisi edi, kishilar kumushni o'zi uchun badal qilgan bo'lar edi. Inson o'limga biror badal qila olgan bo'lsa, el boshqurg'ichi podshohlar badal berib o'lmagan bo'lar edi. Qara, Oytoldining kesili ig'irlashdi. Umidsiz bo'lib, jinidan qo'lini yuvdi. O'kinib dedi. Est hayot,
Seni behuda o'tkizdim. Ist güzellik. G'aflatda ömür kechirdim. Yigitlikimni behuda o'tkizib etdim. Men o'zim hayotga qarab qochgan bir qochoq edim. Ajal tutib ep mangdi. So'zimning nima foydasi bor? Oshko'zlik bilan dunyo melini to'pladim. Mal dunyo qelyotidi. Bugun yo'qsizlik bilan ketyapman. Qo'l va tilimni ortiqcha uzatgan edim. Endi o'lim kelib tutdi. Mana nafsimni qisdi. Oy to'ldi, shundoq o'kindi, ko'p yig'ladi. O'kinishi o'limga foyda bermadi. Bu inson o'g'li nima degan ojiz ha? Tiriklik kunlarini tiliginidek o'tkazolmaydi. İnson tiligiga erishsa hayot yashayamaydi. Hayot bo'lsa tiligiga yetanmaydi aytana. Ozroq yaxshilikqa yetishsa o'zini unutadi. So'zini yeshil ko'ktin ustun chaqlaydi. Martaba qozonsa mag'rur, ko'rang bo'lib oladi. O'lim tutqanda uyg'onadi va o'kinch bilan o'ladi. Yeb to'ysa qiliqlari bug'rodek bo'ladi. Agar qarni ochsa bilib turib zaharni yeydi. Kulfatdan qochadi, rohatga agishidi. So'yginiga yetadi, yetgandan keyin yana voz kechadi. Oy to'ldi, o'kindi. Cho'nqur tinib aytdiki, men to'g'ri yo'limni yo'qotdim. Bu oltin kumushlarni nima uchun to'plagan bo'g'iydim? Nemishqimi kambag'allarga ulashtirib bermadim? Bu yaxshi ishlarni nima uchun tashlab qo'ydim? Gunohsiz kishilarni nima uchun aybladim? Burunla jimi yaxshiliklarni qilishim kerak edi. Ular keyin menga shubhasiz foydali bo'lar edi. Bugun bu o'kinishlarimning nima foydasi bor? O'lim tutdi, nafsim bilan so'zimni kesdi. O'tkir ko'zlik, kishiga sodiq, to'g'ri so'zlik nima deydi, angla. Bütün nefes ağucular üçün ölüm bir işikdir. Hayat yürgenlerinin hemmesi bu işikki kiridi. Hayat nime-yu, ölüm nime? Qayaqdan keldim, qayoqqa yol aldım. Nemişqi ölüş üçün toğuldum. Yığı görüş üçün nemişqi küldüm. Dünyada ölümdün qattiq nemi ba? Her bir tug'ilgan kishi shundoq deb o'ladi. Buningga taqlid qilib shoir shu so'zni aytdi. Buning ma'nosini tushunsa, kishining ko'zi ochiladi. Dunyoda o'limdan qattiq nima bor? O'limni o'ylasang, barliq lazzat ketadi. O'lim tuvi va cheki yo'q bir dengizdir. Sinchilab qarasang, tuvi yo'q cho'nqurliqdir. Ölümni bilgüçi özü g'aflatga tushsa, ölüm tutqanda söz bilan birer nap alanmaydı. Halovatga berilib g'aflatga tushganlar, ölüm tutqanda uyg'onadi-yu, amal qilishga kuch yetmaydi. Nurg'un mol dunyoga to'ymagan ko'zi och kishi ajal kelganda pushaymon qiladi, chora qilolmaydi. Mağrur kishi o'tkinchi davlatiga shodlanib mag'rurlanadi. Bo'z yer qetiga kirganda yurakini pora qiladi. Shodliqlarga ovunib kulguchilar yig'lashqimi tayyorlanguliq, ey o'lguchi inson. İdrakliq va bilimlik kishi nima deydi, angla. Bu so'zga amal qilinsa foydasi tegadi. Oxiratda o'ziga yaxshi o'rin tilguvchi har ikki dunyoda yomonlik qilmasin. Ey xushbe'il kishi, yomonlik qilma. Bugun so'zing va harakatingda yaxshilik qilgin. Bu oy to'ldi, o'kinib ko'p yig'ladi. Amdiki o'kinishi foyda bermadi. Kambag'allarga oltin kumushlarini ulashtirib berdi.
qarindoshlarga ko'p vasiyatlar qildi. Ko'zini ko'kka tikib dediki, "Ey egam, men sendan boshqa bir tangrini bilmadim. Meni yaratding, yetishtirding va o'stirding. Bu sening fazling edi. Buni tushunaman. Men o'zimni sana sig'ingan edim. Mana bu ajal keldi." So'zimni kesdi. "Qutulg'idek yerim yo'q. Hoshimni yo'qotdim. Endi sening rahmeting yordamchi bo'lsin. Nodonlik bilan ko'p yomonliklarni qildim. Ey aziz Tangrim, mehri shafqat bilan meni kechirgin. Est hayotim behuda o'tdi. Est zamonimni va baglikimni boshqa o'tkazib etdim." So'zini tugatdi, bir oz o'ylanib turdi va o'g'lini ko'rib ko'z yosh iqitdi. İrfan elektron şirketi turli lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.